Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz o'pkada kista bor. O'pkada kista bo'lib, ichki organa metastaz berishi haqida suhbatlashamiz. Bizga shunaqa ko'p insonlar murojaat qilib turibdi. Mana o'pkamda kista bor ekan. Mani o'pkamda shamollash bor. Mani o'pkamda o'pka tuberkuloziman. Men o'pka siliman degan va o'pkam suv yig'ilib turibdi o'pkamga. O'pkamda kista bor ekan. O'pkamdagi kista ichki organlarimga metastaz bergan degan bemorlar ko'plab uchraydi. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizning tabiiy giyohlari, malham, siroplari yordamida har qanday o'pka bilan bog'liq bo'lgan kasallik turlariga shifosi bor. Bemalol kelib giyohlarimizdan, siroplarimizdan, malhamlardan iste'mol qilib, ishlatib, butunlay o'pka bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarga shifo topasizlar deb tavsiya qilaman tabiiy giyohlarimizdan. Endi o'pka shamollash bo'ladimi, tuberkuloz bo'ladimi, o'pka sili bo'ladimi? Mana shu tabiiy giyohlarimiz yordamida shifosi bor. Endi eng asosiy jiddiy holat o'pkada kista bo'lib, ichki organlara metastaz berishi. Bu kasallik hammamiz bilamiz. Qanaqa kasallikligini, jiddiylashgan holatligini hammamiz bilamiz. O'pkada kista bo'ladigan bo'lsa, bizning giyohlarimizni, sirop, malhamlarimizni iste'mol qilib boshlagandan keyin o'pkadagi kista 3 kundan keyin sekin-sekin kichrayishni boshlaydi. Bemorning holati ham o'zgarib boshlaydi yaxshi tarafga. Va ichki organa metastaz berish deganda qanaqa holatlarda ichki organa metastaz beradi? Agar jarrohlik yo'li qo'llasa, bittaning o'rniga 3 ta bo'ladi. Shu holatlarda ximiya nur olsa, shu holatlarda ichki organa metastaz beradi. Sabablari shu bo'ladi. Va o'simta bo'lsa, o'simtani erkaki bor, urg'achisi bor. Buni hammamiz bilamiz. Erkaki bo'lsa kamroq, bitta ikkita bo'ladi. U metastaz bermaydi. Agar urg'achisi bo'ladigan bo'lsa, 5 ta, 6 ta, 7 tagacha ketadi va metastaz beradi va yana ko'payish bo'ladi. Shuning uchun imkon qadar iloji boricha tabiiy giyohlar, malham, siroplar yordamida kista bo'ladimi, o'simta bo'ladimi, so'rilib, kichrayib tomiri bilan yo'q bo'lib ketadi. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizning tabiiy giyoh, malham, siroplari yordamida iloji boricha tezroq lechini olib, butunlay joyida tomiri bilan quritib yo'q qilish kerak. Buni yo'qotmaydigan bo'lsangiz, baribir ichki organlari yoyilib metastaz beraveradi. Ahvolni jiddiylashtiradi. Bemorning ahvoli jiddiylashib boraveradi. Shuning uchun iloji boricha o'zlaringizga e'tiborli qilinglar va yaqinlaringizga ham doimo e'tiborli bo'linglar. Kasallikni nima deydi? Qayering og'risa, joning shu yerda. Shuning uchun juda ham vaqtida e'tibor qilinsa, bemor sog'ayadi. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizning tabiiy giyohlari, malham, siroplari yordamida qayta davolanishga, jarrohlik yo'li qo'llashga, ximiya nur qilishga umuman hojat yo'q. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Liklaringizni bosaveringlar.